Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Sizlardan ham pomidorlar shunday quruyotirmi? 1-2 dori berdi. Dorixonadan oldik, so'ydik. Qurug'ani ketga yo'q. Mana qarang. Mana qarang. Lekin quyoshdan emas bu da. Pishmasdan burun shunday bo'lyapti. Bilganlar bormi? Bilata oladi, tushunata oladi. Shunday anaga qarshi bir nodir dorisi bormi? Ammo qizarib, chiribyapti. Kasalni bilata oladi bormi ekan? Kommentda yozib yuboringlar. Bog'da ichi ham yeri почти shunday bo'lyapti. Shuncha minat zoya ketmasin, saqlab qolishning iloji bormi ekan?